Xitay ھۆكۈمىتى 1 aprel bir təşviqat videosu e'lon qilib, 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda ikki yuzlimchi deb tutilgan Uyg'ur ziyoli va kadrlarini terrorluqqa va bölgünçilikka baglap әйіблеген. Xitayning chet ellarga qaratilgan tashviqot kanali CGTN'da tarqatilgan Ko'langudagi urush nomli tashviqot videosida Xitoy hukumati tarafidan tutqun qilinib, hozirga qadar izderki bo'lmagan ba'zi Uyg'ur kadrlarini chiqarib, ularni atalmish terrorluq, bölgünçilik bilan bog'lanishliq bo'lgan ikki yuzlimchiligini iqror qildirgan. Bu videoning g'arb ellarida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qiladigan davlatlar bargan sir ko'payib, g'arbning jazosiga duch kelayotgan mezgilda e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Videoda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq siyosiy qonun komitetining muavin mas'uli Sherzod Bovudin, Ma'arif nazoratining muavin noziri Sattar Savud va hukumat bosh kotibi Olimjon Mamtimin qatorliqlarni so'zlatgan. Fransiya tashqi ishlar ministiri Ledrian oldingi kuni Fransiyaning Finfo ismli axborot mulozimatida Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilgan kishilik huquq dafsanchiligi haqida so'z qildi. Ministr Ledrian Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik masalasida to'xtaldi. U Fransiyaning Xitoy sodir qilgan kishilik huquq dafsanchiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Ledrian mundaq dedi: "Irqiy qirg'inchilik degan bu atalg'u u adliya organlarining vazifasi. Ma'lumki, Xitoy doiralari Uyg'ur musulmonlarga zulm qilishi bilan ayblangan. Biz Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz bergan yoki bermaganligini bilish uchun muzokara qilishga va o'ylanishga tayyormiz." Fransiya tashqi ishlar ministri Ledrian ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetining Sharqi Turkistonga berishini talab qilgan. Amerika va Kanadadan keyin Gollandiya parlamenti 2021-yil 25 fevral Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligini e'tirof qildi. Şvetsiyaning kiyim-kechak şirkati H&M Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi sababli Sharqi Turkistondan paxta setib olishni to'xtatgandan keyin Xitoy hukumati mazkur shirkatning to'r bekitidagi Xitoy xaritasini o'zgartirishni talab qilgan. Shanxay doiralari juma kuni abonentlarning ogohlantirishi to'g'risidagi talabga asosan H&M to'r bekitidagi masala bor Xitoy xaritasini o'zgartirishni talab qilganligini e'lon qildi. H&M shirkati bu xatolikni tezdan tuzatadiganligini bildirgan. Şirkat meselaba xarita mazmuni haqida tafsiliy uchur bermadi. Faraz qilinishicha, Xitoy hukumati o'z ziminining bir qism deb qaraydigan Tayvan va boshqa sazgur rayonlarning kiyim-kechak shirkatining betida ko'rsatilishini o'zgartirishni talab qilgan. Xitoyda baliqchilik kemasining cho'kib ketishi natijasida 8 odam qazo qilgan. Xitoy xalq gazetining xabariga qaraganda, Xitoyning sharqidagi Jejiang o'lkasi qirg'oqlarida 20 odamni ilib borgan baliqchilik kemasi atdiganda o'rilib ketgan. Izlash qutqizish xodimlari kemadagi 8 kishining jasadini topgan, 5 odam qutqizib olingan. Qolgan 7 odamni izlash xizmati davomlashmoqda ekan. Yana bir tarafdan Xitoyning Jiangsu o'lkasining Shinyang Hayko yuqori sur'atli tosh yo'lida atdiganda bir yo'lovchilar avtobusi kelayotgan yuk mashinasi bilan so'qilgan. Vaqada 11 kishi o'lgan, nurg'un kishi yaralangan. İşğalçı Xitay armiyasi 1990-yil 5 aprel Ramazan Aqto nahiyasining Barin yesida qonliq bir qirg'inchilik ilib borgan edi. 1990-yil Ramazanning 17-kuni Xitoyning buzg'unchiligidan saqlanib qolgan bir masjidni xalqning o'z imkoniyati bilan yasash talabi rad qilingandan keyin yuz bergan. 31 yil burungi bu qonliq fojiada 5000 dak Uyg'ur hayotidan ayrildi. Bu qirg'inchilik 1990-yillarda Xitoyning Sharqi Turkistonga ko'chish to'lqiniga to'g'ri keldi. Xitoyning 1990-yil 5 aprelda Sharqi Turkistonning Barin yesida ilib borgan qonli qirg'inchiligining musibati texicha oxirlashmadi. Aksiya Xitoy buningga yangi jinoyatlarni qo'shib keldi. 5 aprel Barin inqilobi va qirg'inchiligining 31 yilligi munosabati bilan shehidlarimizni yod etamiz.